Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz bu ma'lumotga jiddiy e'tibor bermasangiz, may oyidan boshlab jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz, bank hisoblaringiz muzlatilishi, pensiya yoki ijtimoiy nafaqalaringizni ololmasligingiz, hatto jarimaga tortilishingiz mumkin. Bu har bir fuqaroni qamrab oladigan masala. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p fuqaroni moliyaviy muammolardan qutqargan bo'lamiz. Muammoning mohiyati shundaki, oldinlari ko'pchilik hujjatlarning muddati o'tgan bo'lsa ham, ularni qandaydir ishlatishga harakat qilar edi. Davlat idoralari yoki banklarda ba'zida bunga ko'z yumlar edi. Ayniqsa eski namunadagi pasportlar yoki yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish propiska masalalari bo'yicha ko'pchilik beparvolik qilar edi. Hali ham amal qilib turibdi-ku degan fikrlar keng tarqalgan edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Davlatimiz tobora raqamlashtirish, shaffoflik va qonunlarga rioya qilish tamoyillariga o'tayotgan bir paytda hujjatlarning dolzarbligi va to'g'riligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi qonunchilik va tartib-qoidalar, shuningdek, banklar va boshqa moliyaviy muassasalarning mijozingni bil, know your customer siyosatini qat'iylashtirishi sababli endilikda muddati o'tgan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatlar bilan hech qanday jiddiy operatsiyani amalga oshira olmaysiz. May oyidan boshlab esa bu qoidalar yanada qat'iylashadi va natijada ko'plab fuqarolar o'zlarining moliyaviy resurslaridan foydalanishda jiddiy to'siqlarga duch kelishi mumkin. Bu nafaqat jarimalar, balki moliyaviy xizmatlardan butunlay uzilib qolish xavfini ham anglatadi. Keling, bu masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Aynan qaysi hujjatlar haqida gap ketyapti va kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, va bu eng asosiysi, eski namunadagi pasportlar. Ya'ni biometrik bo'lmagan ko'k rangli eski namunadagi pasportlar haqida gap ketyapti. Ko'pchilik hali ham bu pasportlarni ishlatayotgan bo'lishi mumkin va ular bilan ba'zi joylarda muammosiz harakat qilib yurishi bo'lsa, bu degani siz ham doim shunday bo'ladi deb o'ylamang. Qonunlarga ko'ra, ma'lum bir muddatdan keyin bu pasportlar o'z kuchini yo'qotadi va barcha rasmiy munosabatlarda haqiqiy deb hisoblanmaydi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Albatta. Hozirgi kunda hamon eski namunadagi pasportga ega bo'lgan har bir fuqaro, hatto pasportingizning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa ham, eski namunadagi bo'lgani uchun sizga xizmat ko'rsatishdan bosh tortishlari mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Biometrik pasportga yoki yangi namunadagi ID kartaga ega bo'lganlar. Chunki ularning hujjatlari zamonaviy talablarga javob beradi. Keling, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Nima uchun bu shunchalik muhim? Misol 1. Pensiyada bo'lgan buvijonning ahvoli. Toshkentda yashovchi 50 ming yoshli Oysha buvi har oy 20 million 200 ming so'm miqdorida pensiya oladilar. Ular pensiyasini bank kartasiga o'tkazib olishadi va har oy shu karta orqali kunlik xarajatlarni amalga oshiradilar. Oysha buvining pasporti eski namunadagi bo'lib, uning muddati hali tugamagan edi. Ammo bank yangi qoidalarga ko'ra mijozlarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarning zamonaviy talablarga mos kelishini talab qila boshladi. Oysha bu may oyining boshida pensiya kartasidan pul yechib olmoqchi bo'lganlarida bankomat ishlamadi. Bank kassasiga murojaat qilganlarda esa ularning hisobi muzlatilganligini va eski pasporti yangilanishi kerakligini aytishdi. Buvijon qattiq hayratda qoldilar. Chunki puli yo'q, dori-darmon olish kerak, oziq-ovqat olish kerak. Natijada ular davlat xizmatlari markaziga borib, yangi ID karta olish uchun ariza topshirishdi. Bu jarayon bir necha kun vaqt oldi. Shu vaqt ichida ular qo'shnilaridan qarz olishga majbur bo'ldilar, dori-darmonlarsiz qolib. Salomatligiga ziyon yetdi. Bundan tashqari pasportni o'z vaqtida almashtirmaganlik uchun 200 ming so'm jarima ham to'lashga majbur bo'ldilar. Bu vaziyatda nafaqat 200 ming so'm pul yo'qotildi, balki bu vijonning ruhiy holati va sog'ligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Jiddiy stressga tushdilar. Tasavvur qiling, bir oylik daromadi shuncha bo'lgan inson uchun bu jarima va pulga ehtiyoj juda og'ir kechadi. Misol 2. Tadbirkorning to'xtab qolgan biznesi. Farg'onada yashovchi yosh tadbirkor Alishar bir oyda o'rtacha 20 million so'm daromad keltiradigan kichik ishlab chiqarish korxonasiga ega edi. Uning ham eski namunadagi pasporti bor edi. U yaqinda katta mijoz bilan yangi shartnoma imzolash arafasida turardi.
bu shartnomani bank orqali rasmiylashtirish kerak edi. Bankda uning pasporti eski ekanligini va shartnoma bo'yicha bank hisobi ochish yoki mavjud hisoblardan foydalanish uchun ID kartaga almashtirishi shartligini aytishdi. Alisher bu vaziyatni oldindan bilmagani sababli bank operatsiyalarini amalga oshira olmadi. Katta mijoz esa kutmadi. Chunki ularning ham o'z shartnomaviy majburiyatlari bor edi. Natijada shartnoma buzildi va Alisher nafaqat 20 million so'm atrofidagi bir oylik daromaddan mahrum bo'ldi. Balki shu kabi ishonchli mijozni ham yo'qotdi. ID karta olish jarayonida esa u ham 200 ming so'm jarima to'lashga majbur bo'ldi. Bu tadbirkor uchun nafaqat bevosita moliyaviy yo'qotish, balki biznes obro'siga va kelajakdagi imkoniyatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ikkinchidan, yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish propiska masalasi. So'nggi yillarda propiska qoidalariga juda ko'p o'zgarishlar kiritildi. Endilikda vaqtinchalik yashash joyini ro'yxatdan o'tkazish, doimiy ro'yxatdan o'tish va hattoki ro'yxatdan chiqarish jarayonlari ancha shaffof va qat'iy nazorat qilinmoqda. Agar siz belgilangan muddatlarda yashash joyingizni rasman ro'yxatdan o'tkazmasangiz yoki o'zgarishlar haqida xabar bermasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Har qanday sabab bilan yashash joyini o'zgartirgan, masalan, boshqa shaharga o'qishga yoki ishga borgan, ijarada yashayotgan, yangi uy sotib olgan, lekin propiskasini yangilamagan fuqarolar. Shuningdek, uy egalari ham. Agar ularning uylarida ro'yxatdan o'tmagan shaxslar yashayotgan bo'lsa, javobgarlikka tortilishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Doimiy yashash joyida ro'yxatdan o'tgan va yashash joyini o'zgartirmaganlar. Astirish. Misol 3. Talabaning muammolari. Samarqandlik talaba Dilorom Toshkentda o'qiydi va ijarada yashaydi. U o'quv yilining boshida vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan edi, lekin uning muddati mart oyida tugagan. Dilorom buni uncha jiddiy qabul qilmadi. Chunki oldinlari bu masalaga uncha qattiq qaramas edilar. May oyida u talaba yotoqxonasi uchun imtiyozli joy olish maqsadida hujjat topshirmoqchi bo'ldi. Lekin hujjatlari ko'rib chiqilayotganda uning vaqtinchalik propiskasining muddati tugaganligi aniqlandi. Uning arizasi rad etildi. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan unga yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish qoidalarini buzganligi uchun 2 ming so'm miqdorida jarima qo'llanildi. Bu pul talaba uchun katta mablag' edi. U ota-onasidan so'rashga majbur bo'ldi. Agar u o'z vaqtida, ya'ni may oyiga qadar propiskasini yangilaganda bu muammolarga duch kelmas edi. Shuningdek, yotoqxonaga joylasha olmagani uchun yanada qimmatroq ijara uyida yashashga majbur bo'ldi. Bu esa har oy erta to'lov uchun kamida 500 ming so'm ortiqcha xarajat demakdir. Uchinchidan, bank xizmatlari bilan bog'liq hujjatlar va KYC mijozingni bil siyosati. Banklar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash doirasida o'z mijozlari haqidagi ma'lumotlarni muntazam yangilab turishlari shart. Bu degani, bankda ro'yxatdan o'tgan hujjatlaringizning, masalan, pasport yoki ID kartangizning dolzarb va haqiqiy bo'lishi talab etiladi. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, familiya, ism, yashash joyi yoki hujjatlaringizning muddati o'tgan bo'lsa, bank sizning hisobingizni vaqtincha bloklashi yoki sizga xizmat ko'rsatishni to'xtatishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Bank hisoblariga ega bo'lgan barcha fuqarolar. Ayniqsa, yaqinda hujjatlarni almashtirgan, masalan, familiyasini o'zgartirgan ayollar yoki pasportining muddati o'tgan fuqarolar. Kimlar xavotir olmasligi kerak? So'nggi paytlarda bankdagi ma'lumotlarni yangilagan va hujjatlari dolzarb bo'lganlar. Misol chet eldan pul o'tkazmalarini ololmay qolgan fuqaro. Surxondaryoda yashovchi Jamol aka Rossiyada ishlaydigan o'g'lidan har oy bank o'tkazmalari orqali 3,4 million so'm olib turadi. Jamol akaning ham eski namunadagi pasporti bor edi. May oyining boshida o'g'li pul jo'natgan edi. Jamol aka bankka borib pulni yechib olmoqchi bo'ldi. Lekin bank xodimi uning pasporti eskib ketgani uchun operatsiyani amalga oshira olmasligini aytdi. Bankning ichki qoidalariga ko'ra, eski namunadagi pasport bilan ayrim moliyaviy operatsiyalar cheklangan yoki butunlay to'xtatilgan. Natijada Jamol aka 3 million so'm pulga muhtoj bo'lgan bir paytda pulni ololmay qoldi. U 5 kun davomida ID karta olish uchun ariza topshirib, uni kutishga majbur bo'ldi. Bu vaqt ichida u ro'zg'or uchun qo'shnisidan qarz oldi, chunki o'g'lidan keladigan pulga umid bog'lab turgan edi. Jamol aka ham yangi ID karta olish jarayonida 200 ming so'm jarima to'ladi. Bundan tashqari bu vaziyat uning chet eldagi o'g'lini ham xavotirga soldi.
Chunki otasi pulga ehtiyoj sezib turganda uni ololmayotgan edi. Endi bu qoidalar va talablardan chetga chiqish holatlari e'tibor berilishi lozim bo'lgan nozikiyatlar va kutilmagan qiyinchiliklar gaplashaylik kabi qoidalardan istisnolar muhim jihatlar. Vaqtinchalik chet elda bo'lgan fuqarolar, agar siz may oyigacha O'zbekiston hududidan tashqarida bo'lsangiz va pasportingizni yangilashga ulgurmasangiz, bu sizni jiddiy muammolarga duchor qilishi mumkin. Chet elda bo'lganlar uchun bu hujjatni yangilash jarayoni biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ular qaytib kelishlari bilan darhol murojaat qilishlari shart. Biroq agar sizning pasportingizning amal qilish muddati chet elda tugasa, elchixonalar yoki konsullik muassasalariga murojaat qilish orqali vaqtinchalik qaytish guvohnomasi olishingiz mumkin. Lekin bu faqat bir martalik chora. Chegarani kesib o'tishingiz bilanoq pasportni yangilash uchun ariza berishingiz shart bo'ladi. Agar sizda bunday vaziyat yuzaga kelsa, iloji bo'lsa, chet elga ketishdan oldin hujjatlaringizni yangilab oling. Agar ketgan bo'lsangiz va may oyiga qadar qaytib kelmasangiz, tez fursatda yangilashni tashkil qiling. Alohida ehtiyojli guruhlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kasalligi tufayli to'shakka mixlanganlar yoki juda keksa yoshdagi fuqarolar uchun ayrim imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, davlat xizmatlari markazlari ba'zi hollarda ularning yashash joyiga borib, hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. Ammo bu holatlarni oldindan aniqlashtirish va tegishli muassasaga murojaat qilish shart. Bunday imtiyozlarni kutib o'tirmasdan imkoni boricha harakat qilish lozim. Voyaga yetmagan bolalar hujjatlari ko'pchilik faqat kattalarning hujjatlari haqida o'ylaydi. Ammo bolalarning ham biometrik pasporti yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari ayniqsa chet elga chiqish uchun dolzarb bo'lishi kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma ham muhim hujjat bo'lib, uning asliga talab kuchaytirilishi mumkin. Ota-onalar o'z farzandlarining hujjatlari holatini ham muntazam tekshirib turishlari kerak. Qo'yib yuborish mumkin bo'lmagan tuzoqlar va nozik jihatlar oxirgi lahzaga qoldirishning oqibatlari. Astosh ko'pchilik odatda oxirgi muddatgacha kutadi. Aprel oyining oxirgi haftasi yoki may oyining boshida barcha bir yo'la hujjatlarini yangilash uchun DXM yoki pasport bo'limlariga yopirilib borishi mumkin. Bu esa navbatlarning uzayishi, kutish vaqtining ko'payishi va stressga olib keladi. Natijada sizning hujjatlaringizni o'z vaqtida rasmiylashtirish imkoniyati kamayadi va moliyaviy yo'qotishlar xavfi ortadi. Shuning uchun hozirdan boshlab harakat qiling. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar taqdim etish. Agar siz hujjat topshirayotganda barcha kerakli ma'lumotlarni to'liq taqdim etmasangiz yoki xato qilsangiz arizangiz rad etilishi mumkin. Bu esa jarayonni yana boshidan boshlashga va qo'shimcha vaqt va pul yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Har doim kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlashtirib oling va ularni 2 marta tekshiring. Vosiyatchilar va firibgarlik sxemalari. Ba'zi tadbirkorlar yoki firibgarlar sizga tez va osonlik bilan hujjatlaringizni yangilashda yordam berishni taklif qilishlari mumkin. Ularning xizmatlaridan foydalanish juda xavfli. Chunki ular sizdan haddan tashqari ko'p pul talab qilishi, hatto hujjatlaringizni soxtalashtirishga urinishi yoki ma'lumotlaringizni suiiste'mol qilishi mumkin. Hujjatlarni faqatgina rasmiy davlat idoralari orqali rasmiylashtiring. Kutilmagan to'lovlar, jarimalardan tashqari hujjatlarni yangilashda davlat boji, fotosurat uchun to'lovlar yoki tezkor xizmat uchun qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Bu xarajatlarni oldindan hisobga oling. Raqamlashtirishning ikkinchi tomoni. Ko'pgina davlat xizmatlari endi MyGov.uz portali orqali onlayn tarzda ko'rsatiladi. Bu qulay, ammo unutmaslik kerakki, onlayn xizmatlardan foydalanish uchun ham sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va hujjatlaringiz dolzarb bo'lishi kerak. Agar eski pasportingiz bo'lsa, siz MyGov.uz tizimiga to'liq kirishda yoki ID karta bilan tasdiqlashda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Moliyaviy yo'qotishlardan tashqari oqibatlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hujjatlar yangilanmasa, siz nafaqat pul yo'qotasiz. Siz ovoz berish, tibbiy xizmatlardan to'liq foydalanish, farzandlaringizni maktabga yoki bog'chaga joylashtirishda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu kundalik hayotning ajralmas qismi bo'lgan fundamental huquq va imkoniyatlarni cheklaydi. Familiya yoki ism o'zgarishi, turmushga chiqqan ayollar yoki o'z familiyasini ismini o'zgartirganlar. Yangi familiya yoki ism bilan barcha hujjatlar, jumladan pasport, ID karta, bank hisoblari, diplomlar va boshqalar ham yangilanishi kerak. Bu jarayon pasportni yangilash bilan birga amalga oshirilishi lozim.
aks holda hujjatlaringiz orasida nomuvofiqlik yuzaga keladi va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda jiddiy to'siqlar paydo bo'ladi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Qanday qilib bu muammolardan qochish mumkin? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar va harakatlar rejasi, amaliy maslahatlar, nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Hujjatlaringizni tekshirishdan boshlang. Pasport yoki ID kartangizni tekshiring birinchi navbatda. Shaxsiy pasportingiz yoki ID kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar u eski namunadagi ko'k rangli bo'lsa yoki muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, darhol uni yangilash uchun harakatni boshlang. Qonunlarga ko'ra, ma'lum bir yoshga yetgan har bir fuqaro pasportini ID kartaga almashtirishi shart. Asli yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish propiska holati tekshiring. Agar siz yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, doimiy yoki vaqtinchalik, ammo propiskangizni yangilamagan bo'lsangiz, uni tekshiring. Vaqtinchalik propiska muddati tugagan bo'lsa, uni uzaytirish yoki doimiy ro'yxatdan o'tish bo'yicha harakat qiling. Bu ayniqsa ijarada yashovchilar, boshqa shaharlarga o'qish yoki ishga kelganlar uchun muhim. Bankdagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Bank kartangizning muddati. Bankdagi shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda eski pasport ma'lumotlari bo'lsa va siz allaqachon ID karta olgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni bankka taqdim etishni unutmang. Yoki qayerga murojaat qilish kerak? Pasport ID karta uchun. Siz yashash joyingizdagi xoriga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga ko'pchilik uni eski nomi OVIR deb biladi. Yoki eng qulay va zamonaviy usul davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz mumkin. DXMlar odatda qulayroq joylashgan, tezroq xizmat ko'rsatishadi va elektron navbat tizimiga ega. MyGov.uz portali orqali DXMga borish uchun onlayn navbatga yozilishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni sezilarli darajada tejaydi. Propiska uchun. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilasiz. Ba'zi holatlarda ichki ishlar bo'limlari orqali ham amalga oshirilishi mumkin, lekin DXM eng asosiy xizmat ko'rsatish nuqtasi hisoblanadi. Bankdagi ma'lumotlarni yangilash uchun o'zingiz xizmat ko'rsatuvchi bankning filialiga borishingiz kerak. Ko'pgina banklar mobil ilovalari orqali ba'zi ma'lumotlarni, masalan, telefon raqamini yangilash imkoniyatini beradi. Lekin pasport ma'lumotlarini o'zgartirish uchun odatda filialga shaxsan borish talab qilinadi. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Umumiy ro'yxat, pasport ID karta uchun. Asli amaldagi eski pasportingiz yoki ID kartangizning asli. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma agar so'ralsa, nikoh yoki ajrashish haqidagi guvohnoma agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, harbiy guvohnoma yoki harbiy hisobda turganlik haqidagi hujjat erkaklar uchun. Rasmlar ko'pgina DXMlar joyida raqamli fotosuratga olishadi. Lekin o'zingiz bilan 3x4 o'lchamli fotosurat olib borish zarar qilmaydi. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya, asterisk propiska uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ID karta yoki pasport, yashash joyi mulkdorining roziligi agar siz mulk egasi bo'lmasangiz, shaxsan o'zi kelishi yoki notarial tasdiqlangan rozilik xati bilan mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, oldingi propiska haqidagi ma'lumotlar, asterisk bank uchun, asterisk yangi ID karta yoki pasportingizning asli. Ba'zi hollarda yashash manzilingizni tasdiqlovchi hujjatlar, kommunal to'lov kvitansiyalari va haykal so'ralishi mumkin. Istir, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami ma'lumotlari. DÖT, arizani qanday to'ldirish kerak? Davlat xizmatlari markazlarida mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi. Muhimi, barcha ma'lumotlarni to'g'ri va xatosiz kiritilganligini shaxsan o'zingiz tekshirishingiz kerak. Biror xato bo'lsa, hujjatlar qaytarilishi yoki kechikishi mumkin. O'qiy bilgan har bir kishi diqqat bilan har bir katakchani tekshirishi shart. 5. Muddati va to'lovlar may oyigacha. Eng muhim muddat may oyigacha barcha kerakli hujjatlarni yangilash. Agar siz bu muddatga ulgurmasangiz, yuqorida aytib o'tilgan moliyaviy va boshqa muammolarga duch kelishingiz ehtimoli juda yuqori. Asterisk davlat bojlari, hujjatlarni yangilash uchun belgilangan davlat bojlari mavjud. Bu summalar belgilangan minimal ish haqining ma'lum bir foizini tashkil qiladi. Ba'zi hollarda agar siz hujjatni almashtirish muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, jarimalar ham qo'llaniladi. Jarima miqdori pasportni o'z vaqtida almashtirmaslik uchun bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravaridan 3 baravarigacha bo'lishi mumkin. Masalan,
Bugungi kunda bu 70 ming so'mdan 1 million so'mdan oshiqroq summani tashkil etishi mumkin. Asterisk tezkor xizmatlar. Agar sizga hujjat tezroq kerak bo'lsa, qo'shimcha to'lov evaziga tezlashtirilgan tartibda xizmat ko'rsatish imkoniyatlari ham mavjud. Qo'shimcha maslahatlar. Kutib o'tirmang. Bugundan boshlab harakatni boshlang. Oxirgi lahzaga qoldirish sizga faqatgina asab buzilishi va moliyaviy yo'qotishlar olib keladi. Atish hujjatlarining nusxalarini saqlang. Har doim barcha muhim hujjatlaringizning bir nechta nusxasini saqlab qo'ying. Elektron shaklda telefoningizda yoki bulutli xotirada ham foydalidir. Asterisk kvitansiyalarni saqlang. Davlat bojlari yoki boshqa to'lovlar uchun berilgan kvitansiyalarni saqlab qo'ying. Chunki ular sizning to'lovni amalga oshirganligingizni tasdiqlovchi hujjatdir. Asterisk ma'lumotlarni aniqlashtiring. Agar biror bir hujjatni rasmiylashtirishda ikkilanayotgan bo'lsangiz, Davlat xizmatlari markazining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib, barcha ma'lumotlarni aniqlashtiring. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qadrli do'stlar, may oyiga qadar o'z shaxsiy hujjatlaringizni, ayniqsa eski namunadagi pasportingizni ID kartaga almashtirishni va yashash joyingiz bo'yicha ro'yxatdan o'tish holatingizni tekshirishni unutmang. Bankdagi ma'lumotlaringizni ham yangilang. Bu sizni moliyaviy yo'qotishlardan, jarimalardan va turli davlat xizmatlaridan foydalanishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qiladi. Hozirda harakat qilish kelajakda bosh og'rig'idan qutulish demakdir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va do'stlaringizga, oila a'zolaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ularga ham yordam berishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda yanada muhim ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va doim hushyor bo'ling.